Şifaçılık hakkında Kıssen namlıq əsərdə həmmimiz danışmanlarni yaxtırmız. Hamda bu danışmanlarning ichida eng bek Jugulyan, Simayi, namo? Hamda danışmanlarning ko'rishi jangning ichida birsi Jugulyan bilan Joyuning, ikkinchi bir muhimi Jugulyan bilan bo'lib Simayining. Jugulyan bilan Simayining jangi haqiqatan uzoq cho'zilgan, ham nihoyat qiziqarli, ajoyib tadbirlar, ajoyib yili mikrlar, ajoyib taktikalar. Namo? Hamda bu ikkisining ko'rishlarining ichida bo'lib Kungchungji bilan Shangpangujilik bu janglar nihoyat qizg'an, bu nurg'unlar yoqtirdi. Shuning uchun bugun ham Simayini yoqtirdigan Şifaçılık haqida Qıssaning yishimi, Simayi to'g'risida bir mazmunni, Simayining butun hayotini bir tushunib baqay anglaydigan do'stlarga, asli qaytunjida degan ulanmaga bir yarim soatdan uzoq mazmun qilib esib qo'ydim. Yoqtirdigan do'stlar, mana ostidan setib olsanglar bo'ladi. Hamda men doim bilan qo'yishuvda alma abotlari bevos setib ololmaydi ekanmiz, bu mashina bo'lib qolibdi, men qilg'ash emas. Endi setib olib anglamoqchi bo'lib qolsanglar, ikki xil usulni deb beray. Birsi Android telefoninglar bo'lib qolsa yoki birasining bo'lsa, shuni ichib bir qatim setib olib, uni keyinda alsanglar, alma telefonda chiqayli birga setib bo'lgandan keyin. Endi ikkinchi bir xil usul Ündüdardagi qism film bor-ku. Shu Ündüdar Şüpinhau'da şunu da alsanglar bo'ladi. Şüpinhau'dagi ismimi o'xshash shu qadi kitobda o'xshash ismni yozsanglar chiqadi, topalaysizlar. Ashnongda bor. Yoki Ündüdardan qaytib anglaysanglar, qadi kitobda tinch yozsanglar chiqadi, ashnongni setib olsanglar bo'ladi. Yoqtirib anglagan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat.